diqqat bilan eshiting. 1 iyuldan boshlab pensiya oluvchilar uchun yangi tartib sabab ayrim fuqarolarning pensiya to'lovi vaqtincha to'xtab qolishi, ya'ni amalda bloklanishi mumkin. Bu gap qo'rqitish uchun aytilmayapti. Bu masala har oy pensiyaga qarab yashaydigan ota-onalarimiz, buvilarimiz, bobolarimiz nogironligi bo'yicha pensiya oluvchilar, o'quvchisini yo'qotgan oilalar va ularning farzandlari uchun juda muhim. Agar siz yoki yaqinlaringiz pensiya olayotgan bo'lsa, videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki bunday ogohlantirishni vaqtida eshitgan odam bir oylik daromadidan ayrilib qolmaydi. Men bugun sizga masalani oddiy tilda tushuntiraman. Avval qanday edi? Endi nima o'zgarishi mumkin? Kimlar xavotir olishi kerak? Kimlar tinch bo'lishi mumkin? Qaysi hujjat kerak bo'ladi? Qayerga borish kerak? Qanday xatolardan ehtiyot bo'lish kerak? Eng muhimi, men buni qog'ozdagi quruq gap bilan emas, hayotiy misollar bilan tushuntiraman. Chunki pensiya masalasida bitta noto'g'ri tushuncha, bitta kechikkan ma'lumotnoma, bitta e'tiborsiz qoldirilgan SMS yoki telefon qo'ng'irog'i odamni juda qiyin ahvolga solib qo'yishi mumkin. Avval qanday edi? Ko'p yillar davomida odamlar pensiyani nisbatan odatiy tartibda olib kelishdi. Kimdir bank kartasiga oladi, kimdir naqd shaxta pochta orqali oladi, kimdir farzandining yordami bilan bankomatdan yechib oladi. Pensiya tayinlangandan keyin ko'pchilik shunday o'ylaydi. Bo'ldi, pensiyam chiqdi, endi har oy kelaveradi. Aslida esa pensiya tizimida doimiy tekshiruvlar bo'ladi. Davlat uchun bir savol muhim. Pensiya olayotgan shaxs haqiqatan ham shu pensiyani olish huquqiga egami? U tirikmi, doimiy yashash joyi o'zgarmaganmi? Boshqa davlatga doimiy ketmaganmi? Nogironlik muddati tugamaganmi? O'quvchisini yo'qotganlik pensiyasida bola o'qishni davom ettiryaptimi? Ishonchnoma orqali olayotgan odam qonuniy vakilmi? Mana shu savollarga javob bo'lmasa, tizim to'lovini vaqtincha ushlab turishi mumkin. Endi nima o'zgarmoqda? 1 iyul sanasi atrofida muhokama qilinayotgan asosiy masala shuki, ayrim toifadagi pensiya oluvchilardan yangi yoki yangilangan ma'lumotnoma talab qilinishi mumkin. Bu ma'lumotnoma turli vaziyatlarda turlicha bo'ladi. Yashash joyi bo'yicha ma'lumot, tiriklikni tasdiqlash, o'qish joyidan ma'lumotnoma, nogironlik holati bo'yicha tasdiq, vasiylik yoki ishonchnoma hujjati, bank rekvizitlari yoki shaxsiy ma'lumotlarni aniqlashtirish. Ya'ni hamma odamdan bir xil qog'oz so'raladi deb tushunmaslik kerak. Lekin sizga tegishli hujjat vaqtida taqdim etilmasa pensiya bekor qilindi degani emas. Ammo to'lov vaqtincha to'xtashi mumkin. Farqni yaxshi biling. Bekor qilish boshqa, vaqtincha to'xtatib turish boshqa. Lekin oddiy pensioner uchun ikkalasining og'irligi bir xil seziladi. Chunki oy oxirida pul tushmasa, doriga ham, oziq-ovqatga ham, kommunal to'lovga ham muammo boshlanadi. Kimlar birinchi navbatda xavotir olish kerak? Birinchi guruh pensiyani ishonchnoma orqali olayotganlar. Masalan, aytaylik, yoshli onaxon o'zi bankka bora olmaydi. Pensiyasini o'g'li yoki qizi ishonchnoma asosida oladi. Agar ishonchnoma muddati tugagan bo'lsa, ma'lumotlar yangilanmagan bo'lsa yoki tizimda shaxsning holati tasdiqlanmagan bo'lsa, to'lov ushlanib qolishi mumkin. Hayotiy misol, onaxon har oy 1.200.000 so'm pensiya oladi. O'g'li 3 oy oldin berilgan ishonchnoma bilan pensiyani olib yurgan. Lekin ishonchnoma muddati 3 iyunda tugagan bo'lsa, 1 iyuldan keyingi to'lovda bank yoki pensiya organi qo'shimcha tasdiq so'rashi mumkin. O'g'il kecha ham olgandim-ku deydi, lekin tizim bugun hujjat muddati tugagan deydi. Natijada pul joyida turadi, lekin qo'lga tegmaydi. Ikkinchi guruh o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan oilalar. Bu pensiya ko'pincha farzandlar uchun tayinlanadi. Agar bola voyaga yetmagan bo'lsa, masala nisbatan oddiyroq. Lekin bola 18 yoshga to'lgandan keyin kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, ko'p hollarda o'qish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'ladi. Misol uchun, 19 yoshli talaba otasidan qolgan o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini olyapti. Har oy 800.000 so'm tushadi. U iyun oyida kollej yoki universitetdan kursga o'tganini tasdiqlovchi ma'lumotnomani olib topshirmasa, tizim u hali ham o'qiyaptimi yoki yo'qmi degan savolda to'xtab qoladi. Agar o'qishni davom ettirayotgani tasdiqlansa, pensiya davom etadi. Tasdiqlanmasa, to'lov to'xtashi mumkin. Bu yerda eng katta xato men talaba bo'lib yuribman-ku, davlat o'zi biladi deb o'ylash. Har doim ham hamma baza bir-biri bilan tez va xatosiz gaplashavermaydi. Uchinchi guruh nogironlik pensiyasi yoki nafaqasini olayotganlar. Nogironlik doimiy yoki muddatli bo'lishi mumkin.
Agar nogironlik muddati belgilangan sana bilan tugasa, tibbiy mehnat ekspert komissiyasi yoki tegishli organ orqali qayta tasdiqlash talab qilinadi. Masalan, bir fuqaro ikkinchi guruh nogironligi bo'yicha 1,5 million so'm pensiya oladi. Uning nogironlik muddati 2025 yil 3-iyungacha belgilangan. Agar u iyulgacha qayta ko'rikdan o'tmasa yoki yangi xulosa tizimga tushmasa, pensiya to'lovi to'xtab qolishi mumkin. Bu odam nogironligi yo'q bo'lib qoldi degani emas, lekin rasmiy tasdiq bo'lmasa to'lov mexanizmi yurmaydi. Bu ayniqsa dori-darmon xarajati katta bo'lgan oilalar uchun juda og'ir. 4-guruh boshqa hududga ko'chgan, ro'yxatdagi yashash joyi o'zgargan yoki uzoq vaqt chetda bo'lgan pensionerlar. Masalan, kishi Toshkent viloyatida ro'yxatda turadi, lekin oxirgi 1 yil Samarqanddagi farzandi uyida yashaydi. Yoki aksincha qishloqdagi pensioner farzandlari yoniga shaharga ko'chib kelgan, lekin hujjatlarini o'zgartirmagan. Tizimda manzil, bank filiali, pensiya ishi. Pochta yetkazish hududi bir-biriga mos kelmasa aniqlashtirish so'ralishi mumkin. Bunday vaziyatda odam men faqat bolamlikda turibman, nima muammo deydi. Muammo shundaki, rasmiy to'lov tizimi og'zaki yashash joyiga emas, hujjatdagi ma'lumotga qaraydi. 5-guruh pasport yoki ID karta ma'lumotlari o'zgarganlar familiya almashgan bo'lishi mumkin. Pasport muddati tugagan bo'lishi mumkin. Yangi ID karta olingan bo'lishi mumkin. Lekin pensiya organidagi eski ma'lumot yangilanmagan bo'lishi mumkin. Masalan, pensioner ayol turmush o'rtog'i vafotidan keyin yoki boshqa sabab bilan familiyasini o'zgartirdi. Yangi oldi, lekin bankdagi karta eski ma'lumotda. Pensiya ishida esa yana boshqa ma'lumot turibdi. Bunday mos kelmasliklar keyin pul tushida yoki yechib olishda muammo qiladi. Shuning uchun pasportimni yangiladim, bo'ldi deyish yetarli emas. Pensiya bilan bog'liq tashkilotlarda ham ma'lumot yangilanganiga ishonch hosil qilish kerak. Endi kimlar kamroq xavotir olishi mumkin? Agar siz oddiy yoshga doir pensiya olsangiz, shaxsan o'zingiz bank kartangizdan foydalanayotgan bo'lsangiz, pasport ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, yashash joyingiz o'zgarmagan bo'lsa, ishonchnoma orqali olmasangiz, nogironlik yoki o'qish ma'lumotnomasi kabi muddatli hujjatlarga bog'liq bo'lmasangiz, katta ehtimol bilan sizda jiddiy muammo chiqmaydi. Lekin baribir men sizga umuman befarq bo'ling demayman. Chunki tizimdagi xatolar. Bank kartasining amal qilish muddati, telefon raqami o'zgargani, SMS xabarlar kelmay qolishi ham odamni qiynab qo'yishi mumkin. Kamida bir marta mahalladagi mas'ul xodimdan, pensiya jamg'armasi bo'limidan yoki bankdan ma'lumotlaringiz to'g'ri ekanini tekshirtirib qo'yish zarar qilmaydi. Bu yerda juda muhim bir nozik jihat bor. Pensiya bloklanishi deganda odamlar ko'pincha davlat pensiyamni olib qo'yar ekan deb vahimaga tushadi. Men buni aniq aytaman. Agar sizning pensiya olish huquqingiz saqlanib qolgan bo'lsa, kerakli hujjatni topshirsangiz, to'lov odatda tiklanadi. Lekin muammo shundaki, tiklash jarayoni bir kunda bo'lmasligi mumkin. Hujjatni topshirasiz, u tekshiriladi, tizimga kiritiladi, bank yoki pochta xizmatiga ma'lumot boradi. Ba'zan bu bir necha kun, ba'zan haftalab cho'zilishi mumkin. Shu vaqt ichida odam qarz oladi, dori xaridini kechiktiradi, kommunal to'lovni to'lay olmaydi. Shuning uchun men sizni oldindan harakat qilishga chaqiryapman. Keling, bir nechta vaziyatni aniq raqamlar bilan ko'rib chiqamiz. Birinchi misol, 72 yoshli otaxon 1,5 million so'm pensiya oladi. Uning bank kartasi amal qilish muddati iyun oyida tugaydi. Otaxon buni bilmaydi. Chunki kartaning oldidagi sanaga e'tibor bermagan. 1 iyuldan keyin pensiya tushgan bo'lsa ham karta ishlamasligi mumkin yoki yangi karta olish uchun bankka borish kerak bo'ladi. Agar u o'zi yurishga qiynalsa, farzandlar vaqt ajratmasa, bir necha kun puldan foydalana olmaydi. Bu holat hujjat ma'lumotnomasi bilan bevosita bir xil emas, lekin natija bir. Pensiya bor, lekin qo'lga tegmayapti. Ikkinchi misol. 20 yoshli qiz boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi va universitetda kunduzgi bo'limda o'qiydi. U yozgi ta'til paytida sentabrda ma'lumotnoma olaman deb yuradi. Lekin tizim iyuldan boshlab o'qish holatini tasdiqlashni talab qilsa, iyul va avgust to'lovlari to'xtab qolishi mumkin. Keyin u ma'lumotnoma olib borganida, agar huquqi uzluksiz tasdiqlansa, to'lov qayta hisoblanishi mumkin. Lekin bu vaqt davomida oilaning budjeti buziladi. Demak, o'quv yili tugashi bilan o'qish joyidan rasmiy ma'lumotnoma olish eng to'g'ri yo'l. Uchinchi misol. Nogironligi bo'yicha pensiya oluvchi
kishi qayta tibbiy ko'rik sanasini o'tkazib yubordi. Sababi oddiy, navbat ko'p, shifokorga kira olmadi, hujjatlarni yig'ishga ulgurmay qoldi. Agar u buni oldindan boshlaganida, ya'ni muddat tugashdan kamida 35-45 kun oldin harakat qilganda to'lov uzilmasdi. Ko'pchilik aynan oxirgi haftada yuradi. Oxirgi haftada esa bitta shifokor ta'tilda bo'ladi. Bitta analiz tayyor bo'lmaydi. Bitta muhr yetishmaydi. Natijada odam aybdor bo'lmasa ham kechikish uning cho'ntagiga ta'sir qiladi. 4-misol, pensioner ayol chet eldagi farzandnikiga 3 oyga ketdi. Pensiya kartaga tushib turdi. Keyin bank yoki pensiya organi shaxsning holatini aniqlashtirishni so'rashi mumkin. Ayniqsa ishonchnoma orqali boshqa odam pul olayotgan bo'lsa, tiriklikni tasdiqlash masalasi paydo bo'ladi. Bunday vaziyatda konsullik orqali yoki belgilangan tartibda tasdiqlangan hujjat talab qilinishi mumkin. Odam men faqat mehmonga kelgandim deydi. Lekin tizim uchun uzoq muddatli yo'qlik alohida tekshiruv sababidir. Endi istisnolar va ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlar haqida gaplashamiz. Birinchi nozik jihat, har bir ma'lumotnoma muddatsiz bo'lmaydi. Ba'zi hujjatlar 10 kun, ba'zilari 1 oy, ba'zilari 3 oy amal qilishi mumkin. Siz eski ma'lumotnomani olib borib, mana o'tgan yil olgandim desangiz, uni qabul qilmasliklari mumkin. Shuning uchun hujjatni olayotganda bu ma'lumotnoma qaysi muddatgacha amal qiladi deb albatta so'rang. Agar ma'lumotnoma elektron shaklda berilsa, QR kod yoki identifikatsiya raqami to'g'ri ko'rinayotganini tekshiring. Ba'zan qog'oz bor, lekin tizimda tekshirilmaydi. Shunda yana qayta borishga to'g'ri keladi. Ikkinchi nozik jihat, hujjatdagi harflar, raqamlar va sanalar juda muhim. Ism sharifda bitta harf xato yozilsa, tug'ilgan sana 1 kun farq qilsa, pasport seriyasi noto'g'ri kiritilsa, tizim hujjatni boshqa odamniki deb ko'rish yoki umuman qabul qilmasligi mumkin. Masalan, O'g'loy o'rniga O'g'loy, Abdullayev o'rniga Abdullayev tug'ilgan sana 1924 yil 12 may o'rniga 1924 yil 21 may yozilsa, bu kichik xato emas. Pensiya ishida bunday xato katta muammoga aylanadi. Hujjatni qo'lga olgan zahoti joyda tekshiring. Uyga kelib keyin ko'rsangiz, qaytib borishga yana vaqt ketadi. Uchinchi nozik jihatda mahalladan ma'lumotnoma oldim degani hamma masalani hal qiladi degani emas. Ba'zi holatda mahalla ma'lumotnomasi kerak bo'ladi. Ba'zi holatda pensiya jamg'armasi bo'limi tasdiqi, ba'zi holatda tibbiy komissiya xulosasi, ba'zi holatda o'quv muassasasi ma'lumotnomasi. Ba'zi holatda notarial ishonchnoma kerak bo'ladi. Qaysi hujjat kerakligini aniqlamay turib yugurish odamni charchatadi. Shuning uchun birinchi qadam aynan sizning pensiya turiga qaysi hujjat kerakligini so'rash. 4-nozik jihat. Bankdagi muammo pensiya organidagi muammo emas. Pensiya organidagi muammo bankdagi muammo emas. Odamlar ko'pincha bankka boradi, bank bizga pul kelmadi deydi. Pensiya bo'limiga boradi. U yer pul yuborilgan deydi. Bunday holatda siz aniq savol berishingiz kerak. To'lov hisoblanganmi? Bankka o'tkazilganmi? Karta faolmi? Karta egasining ma'lumotlari to'g'rimi? Hisob bloklanmaganmi? Har bir bosqich alohida. Agar siz faqat pensiyam yo'q deb aytsangiz, masala cho'ziladi. Agar to'liq hisoblangan sanani ayting, bankka yuborilgan reyestr raqamini ayting, kartam faolmi tekshirib bering deb so'rasangiz, muammo tezroq topiladi. 5-nozik jihat. Pensiya olishda telefon raqami ham muhim bo'lib qolgan. Ko'p xizmatlar SMS, bank ilovasi, elektron navbat yoki tasdiqlash kodi orqali ishlaydi. Pensionerning nomida eski telefon raqami turadi. Lekin raqam allaqachon ishlamaydi. Natijada xabar boshqa joyga ketadi yoki umuman kelmaydi. Farzandlar nega xabar bermadingiz deydi. Lekin tizim xabar yuborgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun pensiya bilan bog'langan telefon raqamingizni yangilab qo'ying. Agar o'zingiz smartfondan foydalanmasangiz, ishonchli farzandingizning raqamini emas, qonuniy va rasmiy tartibda sizga bog'langan aloqa ma'lumotini ko'rsating. Endi amaliy qadamlar. Men sizga aniq reja beraman. Birinchi qadam, bugunoq pensiya turini aniqlang. Yoshga doir pensiyami, nogironlik pensiyasimi? Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasimi? Ijtimoiy nafaqami ishonchnoma orqali olinadimi yoki shaxsan olinadimi? Pensiya turi aniqlanmasa, hujjat ham noto'g'ri tanlanadi. Ikkinchi qadam, shaxsiy hujjatlarni tekshiring. ID karta yoki pasport amal qilyaptimi? Familiya va ism to'g'rimi? Tug'ilgan sana to'g'rimi? Yashash joyi ro'yxati mosmi? Agar pasport yangilangan bo'lsa, pensiya bo'limiga va bankka yangi ma'lumot tushganini tekshiring. Agar bank kartasi muddati tugayotgan bo'lsa, oldindan yangi karta oling.
Kartani oxirgi kunga qoldirmang. 3-qadam. Agar nogironlik bo'yicha pensiya olayotgan bo'lsangiz, tibbiy ko'rik muddati qachon tugashini darhol tekshiring. Daftarga yozib qo'ying, telefonga eslatma qo'ying, farzandingizga ayting. Muddat tugashidan kamida 1 oy oldin poliklinikaga, kerakli shifokorlarga, komissiyaga murojaat qiling. Tibbiy hujjatlaringizni, epikriz, analizlar, shifokor xulosalari, avvalgi komissiya qarorini alohida papkaga solib qo'ying. 4-qadam, agar boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'lsa, farzandning yoshi va o'qish holatini tekshiring. 18 yoshdan oshgan bo'lsa, kunduzgi ta'limda o'qiyotganini tasdiqlovchi ma'lumotnomani oldindan oling. Ma'lumotnomada o'quv muassasasi nomi, talabaning FISH kursi, ta'lim shakli, o'qish muddati, sana, mas'ul shaxs imzosi yoki elektron tasdiq bo'lishi kerak. Talaba degan umumiy gap yetmaydi. Aynan kunduzgi o'qish holati ko'rsatilgani muhim bo'lishi mumkin. 5-qadam. Agar pensiya ishonchnoma orqali olinayotgan bo'lsa, ishonchnoma muddati, notarial tasdiq, vakilning pasport ma'lumotlari va pensionerning holati to'g'ri ekanini tekshiring. Ishonchnoma muddati tugashiga 10 kun qolganda emas. Oldindan yangilang. Agar pensioner yotib qolgan bo'lsa, notariusni uyga chaqirish tartibini so'rang. Agar pensioner chet elda bo'lsa, konsullik orqali qanday tasdiq kerakligini aniqlang. Bu ishlarni oxirgi kunga qoldirish eng katta xato. 6-qadam. Mahallaga, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga yoki davlat xizmatlari markaziga murojaat qilganingizda umumiy gap bilan bormang. Shunday deb so'rang. Mening pensiya turim mana bunday. 1 iyuldan keyin to'lov to'xtab qolmasligi uchun qaysi ma'lumotnoma kerak? Hujjatni qayerdan olaman? Qaysi muddatgacha topshirishim kerak? Elektron shaklda topshirsam bo'ladimi? Qabul qilinganini qanday bilaman? Mana shunday aniq savollar sizga aniq javob olib beradi. 7-qadam, topshirgan hujjatingizdan nusxa yoki tasdiq oling. Agar qog'oz topshirsangiz, kirim raqami yoki qabul qilingan sana yozilgan belgini so'rang. Agar elektron topshirsangiz, ariza raqamini saqlang, skrinshot qiling, SMS-ni o'chirmang. Keyin to'lov to'xtab qolsa, men topshirgandim degan og'zaki gap emas. Qo'lingizda dalil bo'ladi. Pensiya masalasida dalil juda muhim. 8-qadam, agar to'lov baribir kelmasa, vahma qilmang, lekin kutib ham o'tirmang. Avval bankdan kartangiz faolmi, pul tushganmi, hisob bloklanmaganmi? Shuni tekshiring. Keyin pensiya bo'limidan to'lov hisoblanganmi? Hujjat yetishmayaptimi? Tizimda qanday izoh turibdi? Shuni so'rang. Agar sizga og'zaki keyin keling deyishsa, yozma murojaat qoldiring. Yozma murojaat mas'uliyatni oshiradi va javob olish imkonini kuchaytiradi. Men yana bir narsani alohida ta'kidlayman. Bunday masalalarda yolg'on vositachilardan ehtiyot bo'ling. Kimdir? Menga pul bering. Pensiyangizni ochib beraman, ma'lumotnomasiz hal qilib beraman. Ichkarida odam bor desa, ishonmang. Pensiya qonuniy hujjat bilan hal bo'ladi, tanish bilish bilan emas. Siz pora yoki noqonuniy yo'lga kirsangiz, nafaqat pulingizdan ayrilasiz, balki o'zingizga yana katta muammo orttirasiz. Rasmiy idora, rasmiy ariza, rasmiy ma'lumotnoma, rasmiy javob eng xavfsiz yo'l shu. 1 iyuldan keyin ayrim pensionerlar uchun yangi yoki yangilangan ma'lumotnoma masalasi juda jiddiy bo'lishi mumkin. Hamma odamning pensiyasi birdan bloklanadi deb tushunmang. Lekin hujjati muddati tugagan, o'qish holati tasdiqlanmagan, nogironlik ko'rigi kechikkan, ishnomasi eskirgan, ishonchnomasi eskirgan, pasport yoki bank ma'lumotlari mos kelmagan fuqarolarda to'lov vaqtincha to'xtab qolishi ehtimoli bor. Buni oldini olishning yagona yo'li hozirdan tekshirish, kerakli hujjatni yig'ish, topshirilganini tasdiqlatish va ma'lumotlarni yangilash. Agar siz bu videoni ko'rayotgan bo'lsangiz, iltimos faqat o'zingiz uchun emas, yaqinlaringiz uchun harakat qiling. Bugun onangizning kartasini tekshiring, otangizning pasport muddatiga qarang. Buvingiz pensiyani ishonchnoma orqali olsa, hujjat muddati tugamaganini aniqlang. Talaba farzand boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi olayotgan bo'lsa, o'qish ma'lumotnomasini tayyorlang. 1 soatlik tekshiruv 1 oylik pensiya kechikishining oldini olishi mumkin. Sizning hududingizda bu masala bo'yicha qanday talab qo'yilyapti? Kimdandir yangi ma'lumotnoma so'rashdimi? Pensiya to'lovi kechikkan holatlar bo'ldimi? Izohlarda yozib qoldiring. Boshqalar ham tajribangizdan foydalansin. Videoni foydali deb bilsangiz, albatta like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bunday ma'lumotni vaqtida bilgan odam o'z huquqini ham, pulini ham, asabini ham saqlab qoladi.